2 oylik coachingda o'qiganimdan keyin birinchi o'rinda manda ikkinchi dixalka deydi, ya'ni biznesga, darsga, ilm olishga mani nafasim ochildi desam ham bo'ladi. Aynan tushunib yetgan narsalarim nima bo'ldiki, mani xatolarim juda ham ko'pligi. Menda tajriba bor, man zo'r tikaman-ku, demak, men bemalol biznes yurg'iza olaman degan xato o'y-fikrlarimni almashtirishni boshladim va men juda ham ko'p darsliklarni olishni boshladim. Sababi o'zingizga qilgan investitsiyangiz o'zingizga 1000 barobar bo'lib qaytishini anglab yetganim uchun edi. Men o'zimga investitsiya qilishni boshladim va Nilufar xonim brendi borgan sari Allohning izni ila yuksalaverdi. Men esa faqatgina sababini qildim va bir narsani sizga aytmoqchiman. Qizajonlar, biznesda birinchi bo'lishni xohlayapsizmi? Biznesingiz juda ham go'zal tariqasida ketishini istayapsizmi? Demak, siz o'zingizni rivojlantirishingiz kerak. Siz bilim olishingiz kerak. Aytishingiz mumkin, tajribachi. Tajriba o'z o'rnida, o'z yo'lida ketaveradi. Lekin agar sizda yetarli bilim bo'lmasa, siz biznes chorrahasida adashib qolishingiz mumkin. Shundoq ekan qizajonlar, 15-avgust kuni sizlar uchun bepul webinar tayyorlayapman va aynan o'sha webinarda men sizlarni qiziqtirgan barcha savollaringizga javob beraman va o'zimning tarixim sizga yana ham qiziq bo'lsa, storieslarda qo'yib borishga harakat qilaman. Buning uchun esa kommentga qiziq so'zini yozib keting.